Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi tajriba ishimizni atir tayyorlash jarayoni va atir sovun tayyorlash jarayonini o'rganib chiqamiz va aynan shu jarayonni ikki guruhga bo'lib, o'z qo'limiz bilan bajarib ko'ramiz. Xomashiyonlarimiz ayni foydali efir mo'ylaridan 96% etil spirtdan foydalanamiz va bizga kerak bo'ladi elang efiri, bazilik efiridan foydalanamiz va apelsin efir mo'ylaridan foydalanamiz. Parfumeriyani tayyorlash jarayonida bugun biz ikki xil usulda tayyorlab ko'ramiz. Quruq atirlarni va spirtli, suyuq atirlarni tayyorlash jarayonini o'rganamiz. Parfumeriya, kosmetika rivojlangan davlatlardan aynan Koreya, Xitoyni bilamiz, Fransiya davlatini bilamiz va aynan Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchi o'rinlarda rivojlanib kelmoqda. Bugungi kunda kimyoviy jihatdan juda ham ko'p qo'shimchalar qo'shilayotgan savollardan foydalanib kelayotganligimiz sababli ham biz bugungi amaliy mashg'ulotimiz davomida tabiiy efir yog'lardan olinadigan sof holda o'zimiz atir sovun ishlab chiqaramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi distillangan suv, ya'ni 200 gram distillangan suv hamda natriy gidroksid 50 gram kerak bo'ladi. Ishni davom ettirish jarayonida bizga talablarimizga ko'ra qo'shimcha efir yog'lari, ya'ni bu insonning xohishlariga ko'ra efir mo'ylaridan foydalanishimiz mumkin. Bugungi kunda zaytun efir yog'i ommaviy bo'lganligi sababli va foydali xususiyatlari ko'p bo'lganligi sababli ham zaytun efir yog'idan foydalanamiz. Aloe ekstrakti, kokos yog'i, salomas kerak bo'ladi. Sovun tayyorlash jarayonida albatta xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda jarayonni amalga oshirishimiz shart va zarur. Sovunimizga yumshatuvchi effekt berish uchun tabiiy aloe gulidan olingan aloe ekstraktidan qo'shamiz. Aralashmalardan iborat massamizni 20 daqiqa mobaynida aralashtiramiz hamda maxsus qoliplarga quyib chiqamiz. Va bir necha soat davomida qoliplarga qo'yilgan maxsus aralashmalarimizni qotishini kutamiz. Inson terisi va salomatligi uchun foydali bo'lgan tabiiy sovunlarimiz tayyor bo'ldi. Parfumeriya nafaqat hidlar uyg'unligi, balki inson ichki dunyosi va hissiyotlarini ifoda etuvchi san'at hisoblanadi. Parfumeriya asosan 5 xil usulda olinadi. Agregat holatiga ko'ra suyuq va quyuq holatdagi. Biz hozir laboratoriya sharoitida quyuq parfumeriyani tayyorlaymiz. Mahsulotimiz suv hamda erigandan so'ng unga asos sifatida 2 qoshiq bodom moyidan solamiz. Har bir inson hidlar bo'yicha o'z his-tuyg'usiga ega. Biz hozir hamma uchun yoqimli bo'lgan apelsin efir moyini tanlab oldik va bundan 15 tomchi tomizamiz. Yuqorida aytib o'tgan mahsulotlarimizni 5 tomchidan solib aralashtiramiz. Atirlar asosan 3 ta notadan iborat bo'lib, biz hozir asosiy notani tayyorlab oldik. Yuqori nota sifatida ilan va pastki nota sifatida bazilka efir moyidan foydalanamiz. Tayyor bo'lgan mahsulotimizni qorong'i joyda ma'lum muddatda saqlab qo'yamiz, usti yopiq holatda bo'lishi kerak. Belgilangan muddat o'tib, mana quruq atirimiz tayyor bo'ldi. Navbatdagi laboratoriyamizga ko'ra biz yalpiz hidli efir moyidan suyuq atir tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 30 ml 96% spirt, 15 mg apelsin efiri va 5 mg ilang efiri va 5 mg rayhon efiri kerak bo'ladi. Bizga yalpiz hidli atirimiz tayyor bo'ldi. Hurmatli talabalar, bugungi tajriba ishimizda atir sovun tayyorladik, suyuq atir tayyorladik va quruq atir tayyorladik. Faol ishtirok etganingiz uchun tashakkur. Darsimiz yakuniga yetdi. Rahmat.